Oho! Kecha aynan ushbu avtomashina yonib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, holat Mirzo Ulug'bek tumani Yalang'och mavzesida yuz bergan. Biz aynan voqea joydamiz. Holat esa 3-qavatdagi aynan ushbu kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Ming afsuski, avtomashina yonib ayanchli ahvolga kelib qolgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tezkor xodimlari esa yong'inni o'chirib, mashinani butkul yonib ketishdan saqlab qolishgan. Joriy yilning 17-aprel kuni soat 23:51 da Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Yalang'och mavzesida elektromobil yonayotganligi to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushdi. Xabarga asosan yong'in qutqaruv texnikalari aytilgan manzilga 23:56 da yetib borib, yong'in 23:59 da o'chirildi. Yong'in oqibatida halok bo'lgan va jabrlanganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvirlarda esa ushbu mashinani kimdir atayin yoqib yuborgan deya ko'rsatilmoqda. Joriy yilning 17-aprel kuni taxminan soat 23:40larda Mirzo Ulug'bek tumani Yalang'och dahasida 1988-yilda tug'ilgan fuqaro o'zaro kelishmovchilik sababli tanishi 1983-yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli Tesla rusumli avtomashinani yoqib yuborgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu shaxs qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 173-moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.